Bugungi darsligimiz polностью shogirdlarga agarda tablo uxlab qolsa qanday uyg'otish va tablo agar probeg ko'rsatmayotgan bo'lsa Cobalt'larda yoki Malibu 2'larda yoki любой mashina GM mashinalarida boshqa tablo qo'ygan bo'lsa probeg yo'qolib qolsa hech qanaqasiga chiqara olmayotgan ko'p ustalarga ham bu video emas. Xo'p, agarda tablo uxlab qolgan bo'lsa nima bilan vassanayt qilsa bo'ladi? Birinchi variant DPS bilan. DPS da lekin qaysi holatda vasстановление bo'ladi? Agarda 00 bilan 01 kalibrovka javob berayotgan bo'lsa, ride info qilayotgan paytda ustalar biladi, ride info qilganda DPS orqali 00 va 01 00 utility file 01 protsessor agar javob berayotgan bo'lsa, vassanayt 100% bo'ladi. Agar javob bermayotgan bo'lsa, bo'lmaydi. Agarda umuman javob bermayotgan bo'lsa, Orange da vassanayt qilsa bo'ladi, iProg da Orange $80, iProg yo $50 yo $60 atrofida. VVD Multiprog bu qimmat, sal где-то rayoni $800-900 atrofida. Bu original pribor. Xo'p, shularda polностью qilsa bo'ladi. Ishingiz hal, vasстановление bo'ladi 100%. Orange da, iProg da yoki VVD da qilmoqchi bo'lsanglar agar, yangi tablo, eski tablo programmasi farq qilmaydi. То есть mana bu katta monitor kichik monitorga farq qiladi xolos. Programmasi to'g'ri keladi, so'rovni yozib bo'ladi. Yozganingizdan keyin uni yana DPS orqali programmani o'zgartirishga to'g'ri keladi.